Farzandiga ota-ona doim eslatib, aytib turish kerak bo'lgan narsalar qaysilar deb o'ylaysiz? Namozingni o'qidingmi bolam? Bugun namozingni o'qidingmi bolam? Bu eng birinchi beriladigan savol. Ya'ni har kuni aytib turishi kerak bo'lgan tanbeh ham tarbiya mana shu. Bugun ibodatingni qildingmi bolam? Mana shu o'zi birinchidan bolani hayotini tartibga soladi. Ikkinchidan basiratni ochadi. Ikkinchisi bugun nima ish yaxshi qilding bolam? Va bugun nima yomon ish qilding bolam? Ya'ni berish kerak bo'lgan savol. Har kuni erinmay so'rang. Va agar bolangiz o'sha qilgan xatosini, yomonligini aytsa sizga, aytsa, uni urishmang uchun. Unga tushuntiring. Shunda bola sizning sirdoshingiz bo'ladi, do'stingiz bo'ladi. Ammo beriladigan eng katta tanbeh bugun namozingni o'qidingmi? Har kuni aytiladigan eng katta ta'kid, bolam men seni yaxshi ko'raman. Bolam seni mendan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan Robbimiz bor.